Qumqo'rg'onda 38 yashar xotin G.O. mast erini belkurak bilan urib o'ldirdi. Erkak uydagi og'ilxonada boqilgan uloqni sotib, pulni ichib, kayf qilib yuborgan. Xotin esa shu uloqni sotib, puliga 3 bolasi uchun zarur ust-bosh olmoqchi edi. Yo'qchilik qursin, 2017-yilda turmush qurdik. Erim g'irt aroqxo'r alkash chiqdi. 3 bolaning ehtiyojiga pul topay deb tinmay harakatdaman, deydi ayol. Lekin uning eri uloqni sotib pulini ichib boshlagan. 3 bolasini bozorga yetaklab borgan xotin erini shirakayf ahvolda ko'rdi, so'ng indamay bolalari bilan ortiga qaytib ketdi. Orada janjal chiqib, xotin hovlidagi belkurak bilan erining boshiga bir urib o'ldirib qo'ydi. Qumqo'rg'on tuman sudi uni 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Er go'rda, xotin qamoqda.